Diqqat qiling, siz avgust oyida tug'ilganmisiz? Bu sir aynan siz uchun munajjimlar ogohlantirdi. Aprel oyida tug'ilganlar uchun xavfli davr boshlandimi? Aprel oyida tug'ilgan insonlar uchun barcha sirlar ochiqlandi. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Avgust oyida tug'ilgan insonlar deyarli tavakkalchi bo'ladi. Ular o'zlariga juda ishonadi. Bu insonlar boshqalarni boshqarishni xush ko'radi. Odamlar oldida o'z fikrlarini oshkora aytishdan umuman uyalishmaydi. Avgust oyida tug'ilgan insonlar ularga qilingan har qanday yomonlikka yomonlik bilan javob qaytaradi. Ularda kechikish yoki unutish degan narsaning o'zi yo'q. Bu insonlar har qanday davrlarda o'zini ko'rsata oladi va har qanday gapni to'g'ridan to'g'ri odamlarning yuziga ayta oladi. Birovning kamchiligini juda kam izlaydi, lekin o'zining kamchiligini doimo to'g'rilab borishga harakat qiladi. Bu insonlar hayotda o'ta ishonuvchan insonlar bo'lib, ko'pincha aldanib qolishadi, lekin shunga qaramasdan ular hayotda anchagina omadli insonlar hisoblanadi. Ular boshqalarga qaraganda sevgiga kuchliroq berilishadi, ammo o'zlarini telbalarcha tutishdan tiyilishadi. Avgust oyida tug'ilgan insonlar bir so'zli va qat'iyatli insonlardir. 2026-yilda avgust oyida tug'ilgan insonlar uchun bu yil omad eshiklari ochiladi. Ish va moliyada ular o'sishi kutilmoqda. Muhimi sabr bilan va har bir qarorni o'ylab qabul qilishi kerak, deyilgan ma'lumotda. Azizlar, videorolikka like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib, avgust oyida tug'ilganlarga ushbu videoni yuborib qo'ying.